Endimi? Endi kerak emas. Endi qo'l cho'zishing, e'tibor berishing, vaqtingni ajratishing, energiya berishing endi kerak emas. Bilasizlarmi, odamlar bor. Bizani eng kerakli vaqtimizda turib bermagan. Bizani eng kerakli vaqtimizda kutgan reaksiyamizni olmaganmiz. O'sha olmaganligimizda o'sha momentda hamma momentlar, birga bo'lgan momentlar, bizni qo'llab-quvvatlagan momentlar mana plyonkaga o'xshab ko'zimizdan oldimizdan o'tib ketgan. Da, lekin endi kerak emas. Mayli bosib ishlaylik o'zimizdan ustimizdan. Ana odam yorq tashlaydi o'zini. Ancha yillardan keyin ana eshikning orqasidan boshqacha bo'lib, ichidan boshqa odam chiqqanda kimda chiqib keladi-yu. Davay shu reaksiyasini ko'raylik-chi, da o'zimiz uchun ishlaymiz. Lekin qiziq bo'ladi. Bizdagi reaksiyasini ko'rish. Shuncha yildan keyin qilgan qarori qancha xatoligini biz prekrasno